qilaman. Hozir sizlarga soliq programmasidan qanday qilib ijtimoiy kashbekdan или oddiy kashbeklardan pul yig'ishni o'rgataman. Mana hozir bu oddiy kashbekdagi pullarim 334 ming so'm. Mana men bu yerga kirib, kashbekka kirasizlar. Mana ijtimoiy kashbek bor. Shunda bossangiz, mana oktyabr oyiniki 43 so'm bo'ladi. Sentyabr oyiniki kirganingizda mana 123.690 so'm bor. Bu xudo xolasa 25-sanada kartaga to'lab beriladi. Uni men sizlarga 25-da отдельный yana ko'rsatib o'taman. Hozirda mana pul o'tkazish bor. Mana shu yerdan kartalarni ulab, kartaga o'tkazasizlar. Bu 1% kashbek, или mana bu ijtimoiy kashbek bo'ladi. Ijtimoiy kashbekdan pul yig'ilib kartalarga o'tkaziladi. Xo'p, yana mana bu yerda mening cheklarim degan narsa bor. Bu yerda ham mana hisoblangan. Ijtimoiy kashbekda ba'zi odamlar tushunishmas ekan, faqat bola pul olinadigan odamlarga ijtimoiy kashbek beriladi deyisharkan. Yo'q, aksi hol anaqada, aksincha, nabarotiga mana aptekalarni kashbeklari ham bor. Mana aptekalarni kashbeki ham ijtimoiy kashbek hisoblanadi. Или magazindan anaqa olasizlar-yu, yog', go'sht, ular ham ijtimoiy kashbekka yoziladi. Menda hozir shu hammasi ijtimoiy kashbekka. Bu ijtimoiy kashbek hozir 500 ming. Men bundan atik 283 mingni kartaga yechib olganman. Qolganini hali 25-da yana yechib olaman qolgan summani. Yana bunda yana bitta zo'r foydali tomoni, mening uyim bor mana. Kirganingizda bu yerga o'zingizlarni adresingizlarni kiritasizlar. Kiritganingizdan keyin bu yerda mana elektr energiya, chiqindi, internet hamma narsa chiqib keladi. Shularga hammasiga hisob raqaminglarni kiritganingizdan keyin hisob raqaminglarni kiritib, kashbek tushgan pulni avtomatik shunga o'tkazsanglar bo'ladi. Undan ham sizlarga soliqga kashbek beradi. U ham ijtimoiy kashbekka yoziladi. Yana savollar bo'lsa, kommentariyada kutaman.